Tarixi Muhammadiy 30-qism Azonning joriy etilishi. Har namozning vaqti kirganda masjidga jamoat yig'ilishi uchun yiroq yaqinda turgan mu'minlarga bildirish kerak edi. Bu to'g'rida qandoq chora ko'ramiz deb payg'ambarimiz sahobalariga maslahat soldilar. Ulardan biri: "Yo Rasululloh, har namoz vaqti kirganda egiz joyga bayroq chiqarib osaylik" dedi. Uxlagan odamga, ko'rmagan kishiga foydasi yo'qligidan buni ma'qul ko'rmadilar. Yana birlari tepalik ustiga o't yoqish maslahatini ko'rsatdi. Bu ish otashparastlar ishi deb bunga ham rozi bo'lmadilar. Tag'in birovlari turib, har namoz vaqtida bug', karnay chalaylik dedi. Yahudlarning ibodat vaqtidagi odatlari bo'lganlikdan Rasululloh buni yoqtirmadilar. Chunki Yahud nasorolarga qaysi ishda bo'lsin taqlid qilmoqni suymas edilar. Yana ba'zilari qo'ng'iroq chalishga maslahat berdi. Bu ish ibodat kunlarida nasorolar fe'li edi. Payg'ambarimiz buni ham xohlamadilar. Oxiri bir sahoba: "Yo Rasululloh, har namoz vaqti kirganda bir odam turib vaqti namoz desa bo'lurmi?" dedilar. Payg'ambarimiz buni bo'lur deb qabul qildilar. Har namoz vaqti kirganda shu so'z bilan bir kishi qichqirur edi. Bu qichqiruvchilardan biri Madinalik sahobalardan Abdulloh ibn Zayd degan kishi edi. Bir kecha u kishiga uyqu uyg'oq oralig'ida bir kimsa ko'rinib, "Mu'minlarni namozga chaqirur bo'lsang, mana shu so'zlarni aytib qichqirg'il" dedi. Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Hayya alas solah, hayya alas solah, hayya alal falah, hayya alal falah. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh deb tamom qilursan deb g'oyib bo'lishi hamon uyg'ondi. Shu onda Rasululloh huzurlariga kelib bu ko'rgan tushlarini bayon qildi. Anda payg'ambarimiz: "Albatta bu ko'rganing haq tushdir. Men ham Merojga chiqqanimda bir farishtaning arshda shundoq azon o'qiganini ko'rgan edim" dedilar. "Bu kalimalarni Bilolga o'rgatgil. U sendan ko'ra unliroqdir, tovushi balandroq" dedilar. Shundan so'ngra Hazrati Bilol shu kalimalar bilan azon aytgani turdi. Butun islom olamiga shu tartibda azon aytishlik sunnat bo'lib qoldi. Buni ustiga Hazrat Umar shoshilgan holda kelib: "Yo Rasululloh, Alloh haqqi, men ham shu Bilol aytgan azonni tushimda ko'rdim" dedi. Har namoz vaqti kirganda azon aytmoqlik, o'qilur chog'ida takbir tushirmaklik shu kundan boshlab sunnat bo'ldi. Hazarda, safarda Hazrati Bilol va Ummu Maktum payg'ambarimizning muazzinlari edilar. Ikkinchilarining ko'zlari ojiz bo'lsa ham, ko'zi ochiqlardan vaqtni yaxshiroq bilur edi. Shuning uchun Rasululloh: "Bilolning azoni sizlarni saharlik yeyishdan qoldirmasin. Ummu Maktum azon aytganchalik yeb ichinglar" dedilar. Chunki Hazrati Bilol tahajjud namoziga uyg'otmoq uchun tun yarmi o'tgandan so'ngra azon aytur edi. Ikki haramda shu kungacha bu odat joriydir. Erta namoziga tong otishdan ilgari va uning keyinida azon o'qilur. Har farz namozning vaqti kirganda so'ngida azon aytishlik, namoz o'tash oldida takbir tushirishlik, namozga kirishganda Allohu akbar demaklik, 5 vaqt namozni jamoat bilan o'tamaklik, har rakatda ruku, sajda qilmoqlik, haftada juma namozi, har yilda 2 Eid namozi o'qimaklik. Mana bular bo'lsa, bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning
ummatlariga xos ibodatlardir. O'tgan payg'ambarlar ummatlarining diniy ibodat tartiblari bundoq emas edi.